Amerikadagi Xitoy shahar boshlig'ining Xitoyparast faoliyatlari fosh bo'ldi. Albatta, qadrli ko'ruvchilarimiz, ya'ni Amerikada bo'lsin, ko'proq Amerikada chiqyapti va boshqa g'arb dunyosida davomli holatda shu yerga yerlashgan, hatto shu yerda tug'ilib, shu g'arb madaniyatida o'sgan, tigi Xitoy bo'lgan mush maxluqlarning dunyoning har qaysi joylarida shunda o'z davlatiga shu yerdagi mansab orqali mansibidan foydalanib turib, yana Xitoy uchun ishlayotganligidek shuna fojialik xabarlar, josuslik qilganligi haqidagi xabarlar ko'plab mush yaqinqi yillardan buyon davomli holatda ko'rib turyapmiz. G'arb ma'lumoti hozirgacha bundan bir dars olib, bu Xitoylarni bunday yuqori mansabli joylarga o'rinlashtirish masalasida diqqat qildigan, buningga kuchli qadam bosgan ishni aniq bir shaklda texi alanmadı. Uyg'ongan bo'lsa-mu, yana davomlashtiryapti Xitoy bunday singib kirish orqali. Bu qatim Amerikaning Kaliforniya shtatidagi Arkadiya shahrining Xitoy shahar boshlig'i qonunsiz holda Xitoy rejimining tashviqotini qilish jinoyati bilan Federativ sud mahkamasi tomonidan ayblangan. Va ayblanib bu boshlangandan keyin buningki bu jinoyati tekshirishga boshlangandan keyin bu Xitoy jinoyatlarini e'tirof qilgan. Fransiya xabar agentligi BBC nurg'un xabar agentlaridan ayt ko'plab berildi bu xabar. Bu xabarlarda Amerika Adliya Ministrligi 11-may Kaliforniya shtatidagi Arkadiya shahrining Xitoy shahar boshlig'i Wang Aylinning qonunsiz holda Xitoyning chet eldagi vakolatchi xodimi bo'lganligini, Amerika hukumatining tasdiqsiz Xitoy rejimining tashviqotlarini va ta'sir kuchini tarqitish faoliyatlari bilan shug'ullanganligini e'lon qilgan. Qaranglar, bu numussiz Xitoylar shunda shu yerning qonuni bo'yicha men anda qilman deb normalda ishlar qasam berdi vazifa topshirgan. Ammo Xitoy uchun ishlaydi-da, u qasamiga amal qilish undan aslo mumkin emas qo'yamdi bularda. Unda bir axloq deydigan narsa yo'q. Bu Xitoy uchun ishlagan, Xitoyning xabarining tafsilotida shuncha ko'p narsa borki, aslida vaqt e'tibori bilan eng muhim yerlarni tilga olsak, masalan bu Xitoy taftish amaldorining bildirishicha, Wang Aylin jinoyatlarni e'tirof qilishga qo'shilgan va shahar boshliqlik vazifasidan istifa bergan. 58 yoshli mazkur Xitoy 2022-yili 11-oyda Xitoy nufusi intayin ko'p bo'lgan Arkadiya shahrida parlament a'zoligiga saylangan ekan. Mazkur shaharda jami 5 parlament a'zosi bor bo'lib, navbat bo'yicha shahar boshliqlik vazifasini o'taydi ekan. Mazkur Xitoy oldingi oyda Amerikada chet el hukumatlarining qonunsiz vakolatchisi bo'lish ig'ir jinoyati bilan ayblangan. U Xitoy amaldorlarining talabi bo'yicha Xitoyparast maqolalarni va tashviqot mazmunlarini tarqatgan. Ammo u bu harakatlarni qonuniy talablar bo'yicha Amerika hukumatiga dokulat qilmagan. Hammasini astiritdan davomlashtirib Adliya ministrligining aloqador hujjatlarida ko'rsatilishicha, Wang Aylin yana bir sheriki Sunyavning bilan birlikda Arkadiya shahridagi Xitoylarning xabar supisi bilan ta'minlash nomida Amerika xabar markazi degan bir to'rbatni qurib ishga kirishtirgan. Va Xitoy rejimining tashviqot mazmunlarini e'lon qilgan. Bevosita Xitoy tomonidan avatilgan xabarni aynan shaklda bergan gapda hamda. Xitoyninki kommunist rejimi tomonidan avatilgan xabarlar. Xitoy amaldorlari WeChat orqali uningga yozib tayyorlangan maqolalarni yo'llab bergan. Hattoki shu nihoyat yaxshi chiqqanligini Xitoyning shu Beijingdan kelgan buni maqtab do'lisini silab qilgan mazmunlarni boshqa xabar nimalar tushgan. Nihoyat bek ta'sir yaxshi ishlarni qilyapsan deb Beijingdagi akalaridan bu maqtashlarga erishmoqda hamda. Uning sheriki Sunyavning bo'lsa, bultur 10-yilda jinoyatlarni e'tirof qilgan bo'lib, 4 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan va navbatda jazo muddati o'tmoqda uning sheriki. O 2022-yili Wang Aylin parlament a'zoligiga saylanganda uning moliya mas'uli bo'lgan ekan. Hozir jazo muddatini o'tayotgan sheriki. Adliya hujjatlarida ma'lum bo'lishicha, Wang Aylin 2021-yili 6-oyda bir Xitoy amaldori Los Angeles vaqt gazetida e'lon qilgan bir taqriz maqolasini o'z to'rbatida tarqatgan. Mazkur maqolada Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilikning, majburiy emgakning mavjud emasligi, tarqalgan yolg'on yovdoqlarning maqsadi Xitoyga qora surkash, taraqqiyotiga to'sqinlik qilish ekanligi qatorliq bildirishlar o'rin olgan. Qarab boqaylik, dal Xitoyning
kommunistning og'zi bo'yicha, kommunistning og'zi bilan kommunistlar davomliq deydigan iboralar o'xshash. Buni tashviq qilib, bu bildirlashlarni tarqatganda to'r betida. Bu maqola Van Aylenning to'r betida 15 ming qitimdan ortiq ko'rilgan. O maqolaning ko'rilish qitim sonini WeChat orqali Xitoy xodimiga yo'llaganda, mana Xitoy xodim nihoyat yaxshi deb maqtagan. Beijingdagi Xitoy xodim bu hamda xo'jayinlari. Van Aylen bo'lsa rahmat rahbar deb javob qaytargan. Ya'ni sen Amerikada turib, oyadagi vazifa o'taysan, qarab boqayli bu Xitoylarning nomussizligini yani. Ama ta'limotni, buyruqni boshqa yerdan olasan. Van Aylen dushanba kuni sotga chiqqan bo'lib, kelgusi bir necha hafta ichida jinoyatlarni rasmiy yo'sinda e'tirof qiladi ekan. U mazkur jinoyatlar uchun taxminan 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin degan xabarlar berilyapti hozir. Albatta buni ko'rimiz, oldimizga keladi.